pasaymayapti Bahodir. Mana Bahodir do'stimiz mo'ykaxona ochibdi. Birinchi mo'yka ishi mana Jahongirning mashinasini yuvish bo'ldi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaveringlar. Bahodir nech puldan yuvasiz mashinani? Ha, bitta mashinani 100 ming so'm yuvayotib ekan. Xudo xolasa mana ishimiz ishga tushdi. Mana dastavka mo'ykani ham yo'lga tushirish anaqasini chiqaryapti, plan chiqaryapti do'stim. Xudo xolasa mashinamiz ana ulgumes deyapti. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Pastga nomerlarimizni yozib qoldiraman.